Shu pul kelish kerak bo'lgan sana, misol uchun 30-iyun. Pullar texnikasini sizga metodini bu videoda o'rgataman. O'tgan safar storiesga qo'yganimda bitta qiz menda rostdan ishladi, o'chib ketib qoldi, keyin storiesdan menga tashlab bering bu videoni dedi. Boshqa qizlar ham juda ham ko'p so'rashdi bu texnika haqida. Rostdan ham bu texnika ishlaydi. Mana bu texnikani ishlatib mashina olganman. Isriga bu videoni video chiqarishdan oldin yana bir marta o'zim sinab ko'rmoqchi edim. Sinab ko'rdim. Bu texnika bugun mana shu yozgan sanamga ishlab berdi. Yana shu uchun sirablar bo'lishmoqchiman. Qaranglar, nima qilasizlar. Oddiy daftar tutasizlar. Bismillahirrohmanirrohim deb boshlaysizlar. Pullar tez. Allohga oson. Mana бесконечность. И mamga o'zingizlar isminglarni yozasizlar. Misol uchun isminglar. И bo'tga shu pul kelish kerak bo'lgan sana, misol uchun 30-iyun. И buni atrofini shariklar bilan to'ldirib chiqasizlar. Mana shu shariklar bo'lishi kerak. Yozishdi. Hozir shoshilib chizaman, shu haqida menga qilishga kerak. Summani yozib chiqasan, misol uchun 20 ming deydi, misol uchun. Prosta taqoman bu narsani 20 ming, kimga 2 ming kerak, kimga 1000, kimga $100 farqi yo'q, 20 ming deb olamiz, misol uchun. Hozirgi vaqtda bizga kerak bo'lgan summa. И pasida ya malikul mulk deb yozasizlar. Ya malikul mulk deb 3 marta yozish kerak bo'ladi. Ketidan 3 marta ya robbim deb yozish kerak bo'ladi. Ya robbim Allohumma inni as'aluka deb yozasizlar. Inni bir 3 marta. Ben yazıp çıkan keyin bu summa sizga nima uchun kerakligini yozasizlar. Allohim, 20 ming dollar menga uchun kerak. Allohga oson. O'zingdan o'zgaga muhtoj etmasdan yordam ber. Qolgan narsalarni ham shu shukronaliginglarni uzunroq qilsanglar o'zingizga foyda bo'ladi. 100% ishlaydigan texnika. Allohdan o'zingizga hech qachon muhtoj qilmaysan, Allohim.